Seulda bironta yaxshi joy bormikan arendaga olib yurg'izishga? Ha, albatta. Shunaqa joyimiz bor. Seulda ikkinchi qavatida joylashgan. Bu yerda kafe, desertni desa ham bo'ladi. Shunaqangi zo'r joy, odam o'rgatilgan. Trenddagi любой shirinlik, ovqatlarni qo'ysangiz sotiladigan joy. Bu yerda faqat biznes sotilyapti, takror aytaman, biznes. Agar narxini bilishni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'rsangiz qoldiramiz. Endi sizga ichkarini ko'rsatamiz. Kafemizga kirganlaringizda o'zgacha atmosferaga kirib qolasizlar. Kafemiz 2 qavatdan iborat. Ikkinchi etaj, birinchi etaj. Tashqari terrasasi ham bor. Option посадочный местasi 110 ta odamga sig'adigan joy. Kafemizda hamma оборудование, bu yerda turgan blender, холодильник, kofe mashina, shu yerda nima ko'rgan bo'lsalaring, hammasi bilan birga sotilyapti. Faqat biznes, mana shu nimaga ko'rgan bo'lsalaring, hammasi sotiladi. Hozir ikkinchi qavatda ham ko'rsatamiz. Ikkinchi qavatda ham divanlar, stol-stullar qo'yilgan. Bu joyimizda merimi, fotosessiya, hammasi uchun zo'r joy. Hozir kuxnyani kirib ko'ramiz. Kuxnyaga kirganimizda bu yerda hamma texnikalari sifatli texnikalardan olingan polностью. Masalan, mana bu mangalam filtrli, hamma narsa ko'p narsa qilsa bo'ladi bunda. Bu yerda frityur, pizza uchun pechka, bu yerda ratsional Wi-Fi ishlaydi. Hamma ovqat, balig'i deysizmi, steak deysizmi, hammasini qilsa bo'ladigan narsa. Kafemiz ishlab turgan joy, shu yerda ko'rgan hamma оборудование, холодильникlar, mana shu nimaki bo'lsa, hammasi bilan sotilyapti. Biznesimiz narxi 50 ming, kelishadigan joyi bor. Pastda raqamni yozib qo'yaman. Bemalol kafeda egalariga telefon qilib soldirsalar bo'ladi. Lekin joy juda ham zo'r, yaxshi daromad qiladigan joy. Zamin qolib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.